tirikchilik qilmoqchi bo'lsanglar, bozor atrofida yashaydigan bo'lsanglar, bu narsa juda ham sizlarga asqotadi. Bir zaryadka bilan 50, 60, 70 kilometrgacha yurib beradi, xudo xolasa. 3 tonna menimcha o'zimiz oddiy qo'l bola pikaplar ham ola olmasa kerak. Bu geliviy akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Kelib bizga taklif berishsaki, shunga litiviy akkumulyator qo'yib bering desa, litiviy akkumulyator ham qo'yib beramiz. Bu aka ko'rinishidan Bugatti ekan. Bu benzinlimi? Benzinlik. 300 kublik motor. Antifriz bilan sovutishni jihozlagan. Bularimiz 600 kilolik. 600 kilolik. Motor miyalari 1,5 ming bo'ladi. Akkumulyatorni kuchaytirib yo kamaytirib, o'silinli qilib bering desalar, unaqa variantlarimiz ham bor. Yo shuni gibrid qilib bering desalar, gibrid ham qilib beraveramiz. Pechkasi bor. Tepaga qaratsangiz yozgi ventilyatori bor. 1 tonnagacha yuk ko'tarib beradi. Bu 1 tonnagacha yuk ko'tarib beradi. Hurmatli do'stlar, Optim skuter sotiladigan joyga kelganman. Hozir sizlarga zo'r qilib bitta obzor tayyorlab beraman. Bu yoqda 200 kilodan 3,5 tonnagacha bo'lgan skuterlar sotilar ekan, ya'ni gibrid varianti, benzinda yuradigan varianti, tokda yuradigan variantlarini hozir cho'tka qilib obzor tayyorlab beraman. Manzilni bir qator tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsam, Yangi Toshkentga ketaverish, bu yog'i Ikota, bu yoqdan kelayotganlarda Food City bilan Ikotani shunda o'rtasida joylashgan. Aka, bir boshdan boshlaymiz. Bu qanaqa modeli? Bunimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan kabinali deymiz, 100% kabinalik. Qish kunida ham yaxshi, ikkita o'rindiqqa ega, 1 tonna yuk ko'tarish qobiliyati bor. 1 tonna ko'taradi aka, xudo xolasa. Bir zaryadka bilan 50, 60, 70 kilometrgacha yurib beradi, xudo xolasa. Salonlarini ko'rsating, hurmatli operator. Salonni ham ko'rsatishingiz mumkin. Salonlari ham zo'r ekan lekin. Pechkasi bor. Tepaga qaratsangiz yozgi ventilyatori bor. Shoboda beradi, qishda issiq beradi. Yurish tezligi 45 ga 50 gacha chiqadi. Bitta zaryad bilan 45-50 gacha chiqadi. Bir zaryadka bilan 50-60 kilometr yo'l bosib beradi. Aka, bu skuterimiz necha tonna yuk ola oladi yoki necha kilo? 1 tonnagacha yuk ko'tarib beradi. Bu 1 tonnagacha yuk ko'tarib beradi. Bu samospal emas, to'kmaydi bu? To'kmaydi, To'kmaydi. Zo'r. 4 tala eshigi ochiladi. Ochiladi, to'rala taraf ochiladi. Xo'p, issiqxonaga eng qiziqarli joyi. Necha pul qilib beramiz bizning obunachilarga? Xudo xolasa 1450 qilib beramiz. 1450. Garantiyalari qanaqa bo'ladi aka? Garantiyasi 1 oy akkumulyatoriga beramiz, bemalol tekshirib olishadi. Qolgan yoqlarni 1-2 kun bemalol tekshirib olishadi. Hurmatli do'stlar, undan tashqari issiqxona ekamda hozir ko'rsatamiz kirib, barcha turdagi ehtiyot qismlari bor ekan, uni ham chiroyli ko'rsatib beramiz. Issiqxonaga ikkinchisiga o'tamiz aka, keling. Bu qanaqa model aka? Bunimiz ham shuni boshqa Xitoyda boshqa zavod, boshqa brend ishlab chiqargan modeli. Deyarli bir xil, bu ham 1 tonna yuk ko'tarib beradi. Ko'rinishlari ozgina motor, miya shularda farq qiladi. Farq qiladi. Bitta zaryadka bilan bu qancha yuradi aka? Bu ham shu 50-60 kilometr. 50-60 kilometr yuradi. Bu oynasi qoraytirilgan variantmi shundami? Qoraytirilgan variant. Gap yo'q lekin, hurmatli do'stlar, bu qoraytirilgan ekan. Tonirovka ko'rishinglarga hojat yo'q. Ichini bitta ko'rsatib yuboring. Ichlari ham zo'r, ko'chadan qilingan ekan. Gap yo'q. Buni endi aka obunachilarimizga qancha qilib beramiz aka? Faqat sizdan iltimos qilamiz, bizda konkret tadbirkorlar, konkret oladigan insonlar bor. O'shaning uchun imkon qadar arzonroq qilib bering. Necha pul qilib beramiz? $1460 qilib beramiz buni. $1460. Buni ham 1 oy akkumulyatoriga garantiya bor. 1 oy akkumulyatoriga garantiya beramiz. 2-3 kun o'zini tekshirib oladilar bemalol uyga borib. Undan tashqari sizda misol uchun qaysidir joyi buzilib qolsa, kelib chetda o'zida tuzatib, zapchastlarimiz bor, ustalarimiz bor. Ustalar bor. Nomerlarni beramiz, bemalol aloqaga chiqib tuzattirib olishlari mumkin. Gap yo'q. Zapchastlarimiz ham bor. Keyingi esa issiqxonaga bu qanaqa modelimiz? Bunimiz zo'r ekanlar. Pol kabina deymiz. Yarim kabina. Unisi to'liq kabina bo'lsa, bunisi yarim kabina, pol kabina. Yarim kabina bu. Bu ham bir zaryadkada 60-70 kilometr yo'l bosib beradi. 6 ta 70 amperlik akkumulyator bilan jihozlangan. 6 ta bo'ladi bunda. 6 ta, 5 taligi ham bo'ladi, bu 6 taligi. Gap yo'q. Kimgadir kabinali yoqadi, kimgadir bez kabina yoqadi. Hurmatli do'stlar, o'shanisiga e'tibor berasizlar. Bu nechta tonna yuk oladi aka? Bu ham 1 tonna yuk ko'taradi. Motor quvvati quvvatlirog'idan. Bu yaxshiroq. 2000 motor quvvatlari. 2000 gap yo'q lekin. Buni narxini necha pul qilib beramiz aka?
Buni $1200 qilib beramiz. 1200 qilib berasiz buni. Gap yo'q. Bitta kabina rol o'ynayapti, hurmatli do'stlar. Qancha raisda qolganini o'zingizlar bilasizlar. Bularimiz qanaqa aka? Bularimiz 600 kilolik. 600 kilolik. Aha. Motor miyalari 1,5 ming bo'ladi. Aha. 600 kilo yuk ko'taradi. Bir zaryadkada bu ham 6 ta akkumulyatorlik 60 kilometr yo'l bosib beradi. Xudo xolasa yoritish sistemalari usilinli qilib qilingan, yaxshi yoritadi. Yaxshi. Ana gaya xodimlarimiz indamaydi buni yoritish. Yo'q, indashmaydi. Bu zavodskiy o'zini qo'yilgan led. Buni necha pul qilib beramiz endi aka bizning obunachilarga? Bunisini narxini siz tarafdan so'rab kelsa, xudo xolasa $930 qilib beramiz. $930. Hurmatli do'stlar, e'tibor berasizlar. Video davomida narxlari o'zgarib tushib boryapti. Xo'p. Shunday. Xullas bu yoqda Isoxon aka shunga o'xshagan modellar, unaqa katta raisni qilmaydi birodar. Eng menga yoqqan Isoxon aka, gapingizni bo'ldim. Bu yoqda qo'sh balonli ko'zim tushdi aka. Bor. Shunga Mana to'xtalaylik. shunga yana ozgina to'xtalsak. Xo'p. Bu geliviy akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Kelib bizga taklif berishsaki, shunga litiviy akkumulyator qo'yib bering desa, litiviy akkumulyator ham qo'yib beramiz o'rniga. Shunaqa imkoniyatlar bor sizda. Akkumulyatorni kuchaytirib yo kamaytirib, usilinli qilib bering desalar, unaqa variantlarimiz ham bor. Yo shuni gibrid qilib bering desalar, gibrid ham qilib beraveramiz. Benzinga ham, misol akkumulyatorga 60-70 kilometr yo'l yurib tugab qolsa, bitta ключаторni shunday bossalar, divizoga o't oladida, ag'iga benzinda ketaveradilar. Xorazmga ketaversalar ham bo'laveradi benzinda. 1100 kilometrga qarab ketaverasizlar, qo'rqmang. Bu hammasi Farsaj brend asoschisi Isoxon akam joyida bor. Xo'p. Keyin Isoxon aka, bu qo'sh balon aka, balon nechi bo'ladi buni? 500 ga 12 deyiladi. 500 ga 12. Qo'sh balon. Lekin gabariti ham katta ekan aka. Birinchi tonnasini so'rayman. Nechta tonna yuk ketadi bunga? 3,5 tonna dokumentiga yozgan, xudo xolasa 3 tonna bemalol ko'taradi. Dannega 3,5, atak 3 tonnadan bemalol foydalansa bo'ladi. Dokumentiga 3,5 tonna yozgan. Buni klientlar kelib xarid qilsa, shot spravka yozib beramiz. To'g'ri borib gaydan ro'yxatdan o'tkazib, nomer taqib oladilar bunga. Bu aka ko'rinishidan bagati ekan. Bu benzinlimi? Benzinlik. 300 kublik motor. Antifriz bilan sovutishni jihozlagan. Bag'i motori ham mashinaning motoriga o'xshab nimada turadi? Tagida nimasi bo'ladi, yog'i bo'ladi. Yog'ini vaqti bilan almashtirib turiladi. Oldingi eski motorol muraviylarimizga benzinga moy qo'shib aralashtirib ishlatishgan. Bakiga necha litr benzin ketadi aka buni? Bakiga 20 litr. 20 litr. Bu 80 yuradimi, 92 yuradimi? Yuraveradi, 80 ga. Aralashtirib yursa ham bo'ladi. Xo'p, eng qiziqarli joyi. Necha pul qilib beramiz mana obunachilarimga? 2750 qilib beramiz. 2750 qilib berasiz. Bu kelishtirilgan holatda aytyapsiz bu narxlarni. Gap yo'q ekan. Hurmatli do'stlar, 3 tonna menimcha o'zimiz oddiy qo'l bola pikaplar ham ola olmasa kerak. Bu nimaga oladi? Chunki bu qo'sh balon, undan tashqari benzinli. Aka, buni ham qanaqadir gibrid variant qilsa bo'ladimi, misol elektriklar? Yo'q, benzinlilar faqat 100% benzinga yuradi. Faqat benzinga yuradi, va gap yo'q lekin. Mana aka e'tibor berasizlar, hurmatli do'stlar. Bemalol olib bitta uyni tebratsa bo'ladi-da, Sardor, to'g'rimi? Gap yo'q lekin. Agar bozor atrofida yashaydigan bo'lsanglar, bemalol soqqani. Buni ko'proq sement furushlar, shifer furushlar olishadi. Sement kichkina gabarit bo'ladi, og'ir bo'ladi. Shuni yuklab olib ketishlikka 3 tonna yuk ko'taradi. Men imenda mana shu minib ko'rgan variantimni sizlarga ko'rsatmoqchiman, hurmatli do'stlar. Orqaga ikkita odam, oldiga bitta shofyor o'tiradi. Shunday. Bunimiz bitta zaryadka bilan necha kilometr yuradi aka? Bu 40-50 kilometr yurib beradi. Yurib beradi zaryadka bilan, ha? Xohlasalar 70-80 kilometr yuradigan ham qilib beramiz. Uni kuchaytirib berish bor. Kuchaytirib, talabga qarab. Usulinni qilib berasiz-da? Talabga qarab qilib beramiz. Gap yo'q lekin. Kelayimga olib bersangiz yoki aka o'zingiz oladigan bo'lsangiz, bemalol yosh bolalarni olib borib bog'chaga yoki nonga chiqib kelganingda Malibuni zavod qilib yoki gelikda chiqib kelish bo'lmaydi-da, baribir. Mana buni olib qo'ysangiz, misol uchun, shuni borib yarashaveradi misol uchun. Isoxon aka, buni endi bizning obunachilarga necha pul qilib berasiz? Mana orqasini bagajlik qilib olsalar ham bo'ladi, mana. Bitta ko'rsatgan yaqinroq. Mana mamlikka misol uchun yuklarni solib, bozor uchar. Bozorga borganinglarda kartoshka piyozdan taxlab qo'yib, bemalol kelsanglar bo'ladi. Quplab qo'ysalar ham bo'ladi. Quplab
orqada kelaverasizlar. Aka, necha pul qilib beramiz buni? Hop, bunimizni narxini $630 qilib beramiz. Talabga qarab yana o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zgartiramiz. Agar kuchliroq qilmoqchi bo'lsangiz akkumulyatorni, usulinniy variant akkumulyatorni kuchaytirib beradi, unga alohida o'zingiz kelishib pulini to'lab ketasizlar. Shunday. Xo'p, aka, bu yoqda katta kabinali ko'zim tushdi. Buni ham bitta obzor qilib ketaylik. Bunimiz necha kilometr yuradi zaryadka bilan? Unimiz 70-80 kilometr yurib beradi, xudo xolasa. Katta akkumulyator bilan jihozlangan. Shu turishi $830 qilib beramiz. 8 buni zapasnoy balonlari ham bor ekan. Zapas balonlari ham bor. Gapi yo'q lekin. Ventilatorlari bor. Tepada yoritish chiroqlarga chiroyli yonadi. Bunga indaydimi? Yo'q. Indamaydi. Zavodga o'ziniki, ruxsati bor. Bularga ham aka akkumulyatorga 1 oy garantiyami? Ha, hammasiga 1 oy akkumulyatorga garantiya beramiz. O'zini 2-3 kun tekshirib olaveradilar bemalol. Zo'r ekan lekin. Mana bu yerda mana aka, hurmatli do'stlar, kurerlar uchun, ya'ni kurerlik bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun maxsus mana bunaqa skuterlarimiz ham bor. Aka, ko'pchilik Toshkentda shuni dastavka qilyapti, misol uchun tirikchilik qilyapti. Bunimiz necha kilometr yuradi bu bitta zaryadka bilan? Bu bitta zaryadka bilan xudo xolasa 70-80 kilometr yo'l bosib beradi. Akkumulyatorlarda eng o'silinlisidan qo'yilgan bunga. 32 amperlik 6 ta 72 volt deyiladi. Xudo xolasa yurish tezliklari ham 60-70 gacha chiqib beradi. Chiqadi. Razgomlari tez, motor quvvatlik. Ja sifatli narsa bu, xudo xolasa. Yangiga. Orqada bagaji ham bor, shlem-plimlari bor. Gapi yo'q lekin. Necha pul qilib beramiz buni? Keyin taqalgan narxlardan aytavering. Hop, buni $620 qilib beramiz, xudo xolasa. $620 1 oy akkumulyator garantiya bor. Javob beramiz. Zo'r. Pultlari bor. Pullari ham bor, hammasi. Pultda yurgizsalar bo'ladi, mana chaqmoqda 2 marta bossalar, o't oladi mana. Bundan tashqari mana bunaqa zashnisi bor, hurmatli do'stlar, shamol qaytarib turadi yoki shlemsiz bo'ladigan bo'lsanglar, mana buni o'zi ham anchagina ko'zinglarga, boshinglarni bir saqlab qolish uchun xizmat qiladi desak ham bo'ladi. Xo'p, Isaxon aka, mana bu yerda endi bir kishilari bor. Ko'pchilik ko'ramiz. Isaxon aka, juma namozlariga o'zimiz Farg'onada ko'p bo'lamiz-da, ayniqsa Marg'ilonlar ko'p boramiz. Juma namozlariga to'g'ri kelib qolsa, ko'pchilik yoshi keksa insonlar shunda borar ekan juma namozlariga. Bu juda qulay varianti. Ixchamgina, uncha mashina kirmagan joyga bemalol borib, masjidning ichigacha kirib qo'yishadi. O'zimiz ham foydalanamiz. Eslaysiz, ko'rganmiz anaqa Farg'onada ko'pchilik borib, xohlasangiz orqangizga nabirangizni o'tkazasiz bo'ladi yoki oshna og'ayningizni o'tkazasiz bo'ladi. Shunday. Bemalol 60 kilolik odamdan ikkita ko'taradi. Ko'taradi. Bitta zaryadka bilan necha kilometr yo'l bosadi? 40-50 kilometr yursalar bo'ladi. 40-50. Ha, bir 2-3 ming so'mlik tok bilan to'ladi. Bir 2-3 kilovat bilan to'ladi. 2000-3000 so'm. Ha, shunday. 2000-3000 so'm bilan shuncha yo'l bosib o'tsalar, bu zo'rda. Necha pul qilib beramiz aka endi buni? Hop, buni $260 qilib beramiz. $260. Gapi yo'q. Bitta olib bersang bor-ku, otaxonlarga olib bersangiz mazza qiladi, rostdan mazza qiladi. Bundan tashqari velikli variantlarimiz ham bor ekan bu yoqda. Bu misol uchun akkumulyator o'tirib qolgan paytda velik qilib haydab. Hozir 1 minut. Xo'p. Velik qilib haydab ketsalar bemalol bo'laveradi. Zaryadkasi tugab qolgan. Zaryadkasi tugab qolganda. Lekin o'zi zaryadka bilan necha kilometr yuradi bu? Zaryadka bilan o'zi 40-50 sekinroq yursalar 60 kilometrgacha yo'l yurib beradi. 60 gacha yuradi. Oldiga bemalol Mahmudga mahsulotini sovg'asanglar bo'ladi. Gapi yo'q, zo'r variantlari. Ana bu yoqda ham kattalashtirilgan variantlar bor. Bular ham asosan endi kurerlar uchun maxsus mo'ljallangan. To'g'rimi? Shunday. Benzinga yuradi. Tank degan modelimiz, ikkinchi modeli. Tank. Xo'p. Aka, bu sal seriozliroq variantiga o'xshab turibdi. Ha, shunday. Signalizatsiyalari bor, mexanizmi ishlayapti. Muhimi o'g'irlardan ehtiyot bo'lsanglar bo'lar ekan. Tegib ketadi, signalizatsiya ishlab ketadi. Shunday. Necha pul qilib beramiz bu variantlarni aka? $880 dan qilib beryapmiz hozirgi kunda. Bundan arzonroq variantlarimiz ham bor. Bor. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, ko'ryapsizlar, Isaxon akam bilan qo'ldan kelgancha obzor qildik. Bu yoqda juda ham ko'p, ko'cha ham to'la, bu yoq ham to'la. Telefon qilasizlar. Isaxon akam nomerini qoldiraman, xudo xohlasa. Manzil yana bitta aytib o'tib ketaman. Ikotadan keyin bu yoqda Food City keladi. Food City bilan Ikotani shuni o'rtasida joylashgan.